1945-yilda Sovetlar AQShga juda bir chiroyli sovg'a beradi. Yog'ochdan yasalgan Amerika davlat gerbi. Uni Moskvadagi AQSh elchisi Averell Garrimanga topshirishadi va bu buyum elchining ishxonasiga osib qo'yiladi. Hammasi oddiy do'stlik ramzidek ko'rinadi, lekin aslida gerbning ichiga maxfiy tinglash qurilmasi yashirilgan edi. Bu qurilma keyinchalik tarixda The Thing, ya'ni narsa nomi bilan mashhur bo'lib ketadi. Eng dahshatlisi, bu oddiy josuslik apparatiga o'xshamasdi. Unda na batareya bor edi, na sim va na doimiy signal. Qurilma faqat tashqaridan maxsus radio to'lqin yuborilganda faollashardi. Shu sababli uni oddiy tekshiruv bilan topish juda qiyin bo'lgan. Sovetlar kerak paytda tashqaridan signal yuborib, elchixona ichidagi suhbatlarni tinglay olgan. Shu soddaligi sabab qurilma yillar davomida fosh bo'lmay qoladi. Eng qiziq joyi, bu sir oddiy reja asosida emas, deyarli tasodifan ochiladi. 1951-yilda Britaniya elchixonasidagi radio operator Sovetlar uzatayotgan ochiq radio kanal orqali amerikaliklarning suhbatlariga o'xshash ovozlarni eshitib qoladi. Bu juda g'alati edi, chunki hech kim AQSh elchixonasidan bunday signal chiqayotganini bilmasdi. Shundan keyin amerikalik mutaxassislar tekshiruv boshlaydi. 1952-yilda maxsus texnik ko'rik paytida ular signal yuborib, qaysi buyum javob qaytarayotganini aniqlashadi va qurilma aynan yog'och gerb ichiga yashiringanini topishadi. Shunday qilib, oddiy ko'ringan sovg'a aslida sovet josusligining eng mashhur usullaridan biriga aylanadi. Gerb 1945-yildan 1952-yilgacha elchixona devorida osilib turgan va shu vaqt davomida maxfiy suhbatlarni tinglash uchun ishlatilgan.